Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Uylanganimga 4 yil bo'ldi. O'zim tanlagan, yaxshi ko'rgan qizga uylandim. To'g'risi, to'ydan oldin bo'lajak xotinimning ko'nglini olish uchun rostayam jon kuydirishimga to'g'ri kelgan. Sovg'a salomlar u, ko'chani boshida uni yo'lini poylashlar u, xullas rostayam xunobimni chiqargandi. Endi u tufayli uni orqasidan yuradigan bolalar bilan mushtlashlarni-ku aytmasam ham bo'laveradi. Xotinim oilasida 3 farzand bo'lishib, u eng kattasi. Undan keyin 3-sinfga boradigan ukasi va 6 yoshli bir singlisi bor. Baxtga qarshi, dadasi boshqa oilasi bilan turadi. Bilishimcha, qaynonam bundan 3 yil oldin erini boshqa xotin olganidan xabardor bo'lgach, buni kechira olmay qattiq turib olib ajrashgan ekan. O'shanda kenja qizi tug'ilgach, qizining sog'ligida muammo chiqib, shu 2 yil faqat kasal chaqalog'ini dardi bilan bo'lganida eri 2-xotinga uylangan ekan. To'g'risi, qaynotamning bu qilmishiga men haligacha hayron qolaman. Chunki qaynonam hech ham o'zini yoshiga mos ko'rinmaydi. Birinchi marta ko'rganimda u kishini xotinimning o'zidan 2-3 yosh katta opachasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Haqiqatni bilgach esa hayratdan yoqa ushlaganman. Noqulay bo'lsa-da aytay. Chunki qaynonam xotinimdan ham chiroyliroq edi. Uni qarashlari desammi, o'zini tutib bosiq holda chertib gapirishlari desammi, uni nimasidir odamni bir oz uni qarshisida tortinib, o'ylanib gapirishga majbur qiladi. O'zi ko'rinishidan farzandi bor ayolga ham o'xshamaydi. Shundoq ayoldan voz kechgan qaynotamga bir umr men tushunmay o'tsam kerak. Gapimni davom ettirsam. Xullas, to'yim o'tganidan so'ng 5 oydan keyin ayolimni tobi qocha boshladi. Sal narsaga sillasi qurib, boshi aylanadigan bo'lib qolgandi. Shifokor ko'rigidan o'tkazib, uni homilador ekanligini bildik. Uyda shodiyona bo'lib ketdi o'sha kuni. Vaqt o'tib xotinim o'g'il tug'di. O'sha kuni men dunyodagi eng baxtiyor ota edim nazarimda. Lekin homiladorlik jarayonida ayolimni ko'p bora tobi qochdi. Ayniqsa, bolani tug'ishda ayolingizni jonini bir o'limdan asrab qoldik deb shifokorlar bizlarni tamoman qo'rquvdan gandraklatib qo'yishdi. Xotinim va o'g'limni uyga olib kelgach, ularni boshimda ko'targudek avayladim. Xudoga shukr, o'g'lim pahlavondek miqtigina bo'lib o'sdi. U 2 yoshga kirgach esa xotinim yana bir bor menga quvonchli bir xabarni yetkazdi. Men yaqinda yana ota bo'lar ekanman. Bu xabardan boshim ko'kka yetgandi. Ammo xotinim bir oz tashvishli qiyofada ko'rinardi. Keyin bilsam, u birinchi homiladorlik vaqtidagi yuz bergan ko'ngilsizliklar yana qaytarilishdan cho'chiyotgan ekan. Uni tinchlantirib, unga dalda berishga qanchalik urinmay, to'g'risi meni o'zim ham bu haqida o'ylaganim sari vahimaga tushaverardim. Sababi o'shanda xotinim tug'ruq mahali bir o'limdan qolgandi. Ayniqsa qaynonam rostayam tipirchilab qolgandi. Bizlarnikiga mehmon bo'lib kelib, qiziga yaxshi bir ginekolog vrach topganini ma'lum qildi. Xotinim homiladorlik jarayonida o'sha vrachning ko'rigidan o'tib turadigan, tug'ruq mahali esa o'sha vrach o'zi ishtirok etadigan bo'libdi. Bizlar qarshilik qilmadik. Onada baribir. Bizlar bir kuyinsak, ona 100 chandon ortiqroq kuyinadi deb to'g'ri tushundik. Ammo u vrachning ishxonasi bizlarni uyimizdan anchagina uzoqda edi. Qaynonamning uyiga yaqin edi. Shunday qilib kunlar, oylar o'tdi. Homiladorlik 5 oylik bo'lganida ginekolog xotinimga jinsiy aloqani tamoman taqiqlabdi. Buni ustiga oxirgi oyda esa har ehtimolga qarshi butunlay shifoxonaga yotqizishdi. Men har kuni bo'zchini mokisidek bir ishga, bir shifoxonaga qatnaydigan bo'lgandim. Ustiga ustak kun ora zalga ham borib turardim. Qaynonamnikiga ham kun ora birrovga kirardim. Chunki o'g'limni bir kuni qaynonam bilan qoldirsam, bir kuni o'zim bilan olib ketardim. Qaynonam shuni iltimos qilgandi. Bir kuni ishda mahallimda qaynonam qo'ng'iroq qilib qoldi. Yangi servant olgan ekan. Shuni kelib terib, o'rnatib berib keting deb iltimos qilib qoldi. Xo'p, shu bugun ishdan keyin boraman deb aytdim. Aksiga olib, ishdagi muammolar bilan o'sha kuni ishimda ancha kechgacha qolib ketdim. Kech bo'lsa-da, ishdan chiqib to'g'ri qaynonamnikiga yo'l oldim. O'g'limni ham olib ketishim kerak edi. Qaynonam meni juda ham iliq qarshi oldi. Kirganimdanoq qo'yarda qo'ymay meni dasturxonga o'tirg'izdirib osh suzib keldi. Ishni keyin qilasiz, avval ovqatlanib oling deb. To'g'risi o'zim ham juda ham och edim. Kuni bo'yi ishdagi muammolar bilan ovqatlanishga ham vaqt bo'lmagandi. Ishtaha bilan qaynonam qilgan ovqatni paqqos tushirar ekanman, qaynonam issiq choy damlab qarshimga kelib o'tirdi. Bolalar allaqachon uxlab qolishgan ekan. Ikkalamiz yolg'iz qolganimizdan qaynonamdan bir oz tortinib qo'limni sochib qardim. Holatimni payqadi shekilli qaynonam kulib, "Shavkatjon,
bu nima qilganingiz? Qani oshdan oling, sovib qolmasin deb ovqatga unday boshladi va keyin choy quyib uzatdi. Shundagina qaynonamning yoqasi ochiqroq ko'ylak kiyganiga e'tibor qildim. O'zi ham naq qulog'imgacha qizarganimni payqadim. Meni holatimni his qildi shekilli. Qaynonam kulimsiraganicha u yoq bu yoqdan gapirib, oradagi vaziyatni yumshatishga harakat qilardi. Bir mahal menga qarata, "Aytgandek Shavkatjon, ozroq stresslaringizni chiqarasizmi?" deya kulimsiraganicha men hozir deya o'rnidan turib oshxonaga o'tib ketdi. Sal o'tmay bir shisha konyak va bokalni ko'tarib kelib oldimga qo'ydi va "Men hozir bolalardan bir xabar olay, siz olib o'tiring" degancha xonadan chiqib ketdi. Oxirgi marta qachon ichganimni ham eslolmayman. Dukkillab urayotgan yuragimni shu konyak bosishini o'yladim u konyakni quyib bir ko'tarishda ichib yubordim. Shunda sahroda bir necha kun suvsiz qolib ketgan tashna odam suv topib ichib tanasi rohatlangandek his qildim o'zimni. Yana ikkinchi marta quyib bokalni bir zal bilan ko'tardim. Ich-ichimga issiqlik yugurib, tanam sal bo'shashgandek yengillik yugurdi badanimga. Oshni tanovvul qilar ekanman, o'z-o'zidan kayfiyatim ko'tarilayotgan edi. Bir mahal qaynonam kirib keldi. "Zerikmay o'tiribsizmi?" deya ro'paramga kulib o'tirarkan, dimog'imga shirin bo'y urildi. "Keling, choy beray sizga" deya egilib, o'zi piyolamni olar ekan, ko'zim yana uni egilganida yarim ochilgan ko'ksiga tushdi. Nima qilarimni bilmay ko'zimni olib qochdim. Qaynonam choyni quyib, "Oling" degancha piyolani uzatdi. Uni ko'zlariga tik qaragancha piyolaga qo'l uzatar ekanman, qo'lim uning barmoqlariga tekkanida ham u pinagini buzmadi. Qaytamga yanayam kulimsiraganicha ko'zlarimga bir zum sirli qarab, keyin uyalib ko'zlarini dasturxonga tikdi. Vo ajab! Uning bu nozlanib uyalishi go'shangaga kirgan kuyovning ro'parasida ilk bora turgan yosh kelinchakning holatiga o'xshardi. Shunda vujudim qizib, tanamda qon ko'parayotganini his qildim. Endi hech tortinmay unga boshdan oyoq tikilib qararkanman. Bu oppoq yuzlar, qop-qora qoshlar, surma tortilgan chiroyli ko'zlar u qayrilma kipriklar. Qaynonamni qomati haqiqatdan-da juda ham chiroyli edi. Xuddi qum soatga o'xshardi. Yana konyakni quyib bir ko'tarishda bo'shatib qaynonamga gap otdim. "Oshdan oling men bilan. Bir o'zimga osh tatmayapti, sherik bo'ling menga." Qaynonam bir oz nozlanib turgach, "Mayli, gapingiz yerda qolmasin" deya o'zgacha bir ohangda gapirganicha oshga qo'l cho'zdi. Qaynonam ochiqdan ochiq menga ko'z suzib o'z maylini bildirayotgandi. Konyakdan quyib unga uzatar ekanman. "Ha, unda bunisini ham yerda qoldirmang" dedim tik qarab. U bo'lsa, "Ha, shunaqami" deya menga quvlik bilan kulimsiraganicha kutilmaganida qo'limdan olib bokalni lablariga olib bordi. U bokalni qaytarib uzatar ekan, bokalga qo'shib qo'lidan tutib uni o'zimga tortdim. Buni qanday yuz berganini to'g'risi o'zim ham payqamay qoldim. O'sha tundagi voqealarni to'liq ayta olmayman, ammo shuni aytishim mumkinki, o'sha damlarda men ham, qaynonam ham bir-birimizga kim ekanligimizni tamoman unutgan edik. Qiyri yuvinib chiqgach mehmonxonaga o'tib uxladim. Meni uyg'otishganida allaqachon kun yorishib, bolalar qiy-chuv qilib o'ynab yurishgandi. Dam olish kuni edi, ishga borishimni ham keragi yo'q. Va'da qilingan bahonadagi servantni bir amallab o'rnatib bergach, o'g'limni olib o'z uyimga keldim. Uydagilarga oy oxiri hisob-kitobimiz ko'payib ketgandi. Dam olish kuni ham ishlamaylik deb qariyib tong otguncha ishlab ishni tugatdik. Tong otgach, o'g'limni borib olib kelayapman dedim va o'zim dam olgani kirib ketdim. O'sha kuni kechgacha uxlabman. Uydagilar kechga ovqatga turg'izishdi. 2 kundan keyin xotinimni ham eson-omon ko'zi yoridi. Yana o'g'il. Juda ham suyundim. Dunyoda mendan-da baxtli inson yo'q edi nazarimda. Mana, o'sha ishlardan keyin ham oradan qariyb 1 yil o'tibdi. Bu vaqt ichida qaynonam bilan bir necha marotaba yuzma-yuz keldik. Har safar u ham, men ham uyatdan ko'zimizni olib qochaveramiz. Biroq men buni berkitishga majburman. Mana aziz muxlislar, bugungi hikoyamiz soni ham o'z yakuniga yetib qoldi. Siz esa bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli hayotiy, oilaviy voqealar soni kutmoqda.